Aziz kitobxonlar, Marg'ilon shahar axborot kutubxonasidan Alisher Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlangan chenetimizni boshladik. Alisher Navoiy nechta asar yozgandi? 10 dan ortiq, A variant 50 dan ortiq, B variant 30 dan ortiq, C variant. C variant 30 dan ortiq. Bobomizning ana bu asarlardan qaysi birini bilasiz? Alisher Navoiy bobomizning eng yaqin do'stlari kim bo'lgan? Alisher Navoiy bobomiz faqat shoirlik qilganmilar. Alisher Navoiy bobomiz u kishi buyuk mutafakkir va davlat arbobi bo'lganlar. Alisher Navoiy bobomiz qaysi asarlarni yozgan? Alisher Navoiy bobomiz 5 dostondan iborat 5 asar yozib qoldirganlar. Va bundan tashqari 1501-yilda vafot etganlar. 1440. Sizga katta rahmat. Sizga Marg'ilon axborot kutubxonasidan yo'llanma.